3 yoshgacha bo'lgan bolalarga nima berish mumkin emas? Xo'p, sizlar buni bilishinglar shart. 3 yoshgacha asal mumkin emas, tuxum sarig'i bilan mumkin emas, keyin sok, sizlar har kuni bolalarga sevib beradigan mana idishchali soklar mumkin emas. Xo'p, keyin ichini ketkizib qo'yish mumkin, uzum mumkin emas, keyin orexlar, ya'ni yong'oqlar berish mumkin emas. 5 yoshgacha-chi? Xo'p, ikra mumkin emas, zvachka, ya'ni saqich mumkin emas, keyin ketchup mumkin emas, xo'p, keyin kolbasa mumkin emas, oxirgisi tuxum, qaynatilgan tuxumni suyuq sarig'i bilan mumkin emas. 7 yoshgachamchi? Xo'p, energetiklar mumkin emas, chunki energetiklar kattaligam mumkin emas, bolalarga umuman taqiqlanadi. Chips mumkin emas. Chips bilasizlar, dunyodagi eng zararli mahsulotlar turiga kiradi. Xo'p, qora kofe mumkin emas, achchiq choy, ya'ni qora choy mumkin emas, dudlangan tovuq mumkin emas. Umuman bermaydi bolalar. Keyin oxirgisi eng zararli narsalardan biri hisoblangan mayonez mumkin emas. Sizlar bolalarga nimani bilmasdan shu paytgacha berib yurgansizlar, kommentariyada yozib qoldiringlar. Buni yaqin o'rtog'ingizga tashlab qo'yinglar, foydali ma'lumot bo'lsin. Sog'liq birinchi o'rinda. Salomat bo'lasizlar.